Assalomu alaykum hammaga. Anchadan beri YouTube'ga video qo'ymagan, shu olay deb harakat qildim, to'shto. Faqat Androidlarda chiqqandi, biz уже iPhone'larga o'tganmiz. Bu o'sha iPhone'larimiz yo'q edi, olib kelganmiz, qaranglar. 13 Pro, 128 talik 254 iPhone 11'larimiz bu yerda. Bu yerda bo'lsa iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 13 Pro Max mana bu yerda yana bor. Даже S'larimiz bu o'shanlari kelgan mana. 13 Pro Max, 13 Pro, bu yerda bo'lsa S22, S21 narxlari bo'lsa bularniki 21 ming, 22 ming, 25 ming, 26 ming, bularniki 40 mingdan 43 minggacha, 13 Pro Max'larimiz 45 mingdan 49 minggacha. Mana bu yerda bo'lsa 11'larimiz, 11'lar adashmasam 20 mingdan 23 minggacha, 128 taligi 36 mingdan 41 minggacha. Bemalol olib turasiz. Bu yerda bo'lsa 14 Pro'larimiz. Bittasini olib ko'rsating. 13 Pro busini oling. Bitta 14 Pro. Mana akalar. Bemalol kirobka sostansiyalarni bemalol ko'rsalang bo'ladi. Mana. Biron xil ошибкасы yo'q. 1 yillik garantiyasi bor. Bunisi bo'lsa mana 14 Pro. 14 Pro'da mana Dynamic Island bo'lib chiqqan. Ikkoviga nima beryapti? Dynamic Island bunda bor. 13 ta bo'lmaydi. 14 Pro'larda уже boshlangan. Kamerasi bo'lsa 48 bo'ladi. Mana sostansiyalarni bemalol ko'rib, 1 yillik garantiyasi bilan bemalol ketsalang bo'ladi. Qolgan ma'lumotlar qolgan videoda. Manzilimiz Metro Marino 5-vyexet. Bekmobil.